Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan bulong'urlik fermer Shodiyor Toshtemirovning aytishicha, 6 yildan buyon otasiga tegishli bo'lgan fermer xo'jalik yerini hokimlik tomonidan olib qo'yilganligi, qo'lida hujjatlar bo'lsa-da, uni hech kim tinglamayotganligini aytmoqda. Xudo rahmat, dadamning yeri bor edi, 35 gektar. Suvlida keyin nasoslar chiqarib, uzumzor qilib eguvdik. Uni tortib olib qo'ydi, hozir uzumlar hosilga kirgan. Endi shu yerda mehnat qilgan odamlar ishlayapti, lekin yerni oldidagi takni buzdi. Keyin men aytdim, menga yer kerak emas, menga teginmasalar bo'ldi, shu xalq ishlasin, shu odamlar ishlasin shu yerda deb to'xtatdik keyin buzishdan ham. Buzgan yerlarning aylari ham bor, syomkalari ham. Keyin uni u odamga bergan odam hozirgi mendan auksionda yutib olgan odam, u ham meni o'ziga haqda, chunki u auksionda yutib olyapti, u menga yerim tortib olmayapti-da. Hamma ayb bularda-da, bular chiqarib olgandan keyin u olyapti. Bu auksion undan alim yo'q meni. Faqat endi bularning qilgan ishlariga-da haqqoniyat yo'q deb balay qilyapman. Nimaga? Nimalar isbot bo'ldi, oxiri yakun nima bo'ldi? Yakun sening haqqing yo'q yerda dedi. Otang kelsa dedi, otang jalbi qilib chiqsa oladi u yerda dedi. Menda lekin hamma hujjat bor dedi. Ekspertiza xulosalar prokuratura bergan. 2-3 martalab jinoiy ish qo'zg'atildi unga. Shunday muzlab qoldi. Endi mening to'lashga pulim yo'q, alim yo'q edi. Tinchqana qo'yag'ay dedim, uyga qaytdim. Mana 1 yil bo'layapti shunga. Murojaatchining aytishicha, uning vajlari sud organlarida ham ko'rilgan, ammo imzolarning soxtaligi isboti ekspertiza xulosasi bo'lsa-da, e'tiborsiz yopiq qozon yopiqligicha qoldirilgan. Otangiz yerini tuman zaxirasiga olishda nima deb vaj keltirdi sizga? Mengami? O'zing qo'l qo'ygansan, pechat bosgansan dedi. U ekspertiza xulosasida lekin yo'q deb chiqdi. Qalbak chiqdimi? Qo'l bilan muhor. Qalbak bor, hamma narsa bor. Hujjat. Qalbak chiqdi, lekin hech kim meni qilmadi. Bu yerga xat yozaman men. Xat oxiri tumanga kelar ekan-ku. Tumanga kelgandan keyin tumanda yana ba'z boya cho'pon toyadi. Silliqqina ketadi. Sotka ber deydi, sotka beraman. Ba'z boya cho'pon toyadi, bu yerda yuristlar bor ekan. O'sha hammasi kelishilgan ekan. U yerda sotda ham yaxshigina gap, bunday sen yaxshi, falon piston, sening haqqing yo'q, otangning yeri edi bu. Ana shunaqa ekan. Meros o'tsin senga, meros o'tkazishimga yana 1 yil chopishim kerak ekan. Meros o'tkazish uchun. Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida Bulung'ur tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosariga uchrashdik. Murojaatchi aytayapti-ku, o'sha otamga tegishli bo'lgan yer soxtalashtirilib, hujjati soxtalashtirilib, auksionga chiqarilgan, deyapti-ku. Shunga qanday izoh bera olasiz? Endi bu fermer otamga taalluqli deb yuravergan, menga ham aytgan, o'sha vaqtda Zemlemer bunday deb aytgan, Agroprom bunday deb aytgan deb, lekin qaror bu kishining nomida bo'lmagan, u yer nimada zaxirada qolib ketgan yer bo'lgan. Chunki qaror yo'q, biz qaror yo'q bo'lgandan keyin u kishiga hech qanday yerda nima qilib berishga haqqimiz ham yo'q, imkoniyat ham yo'q. Bu shu qaror bo'lmagan yerga o'sha Cho'yantepani fuqarolar kelib, uzumini ekib, o'shalar ishini qilib yuravergan. Keyin oxirida ko'rildiki, zaxiralar yerlar hisobiga chiqib qoldi. Shundan keyin u belgilangan tartibda auksion qo'yildi. Bugun hamma biladi, yer olish, umuman yerda topshirish notarius orqali, yerda kim oladigan bo'lsa, auksion orqali oladi. Uni boshqa yo'li yo'q. Mana shu masalada olingan. Shuning uchun u yeri o'sha 2021-yil kelgan bo'lsam, undan oldindan demak bu zaxirada turgan yer bo'lgan. Shuning uchun bu belgilangan tartibda auksionga chiqqan bo'lgan. Fermerning aytishicha, aynan shu hokim o'rinbosari o'tgan yili iyul oyida bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir o'rinbosari tomonidan protokol bilan ishdan bo'shatilgan bo'lishiga qaramasdan hali ham o'z joyida ishlamoqda ekan. Agar haqqani haqiqat bo'lsa, nima buni hozir mening yerimni oldi. Muhtaram prezidentimiz pul ajratdi, bog'dorchilik yaxshi qilyapti, obodonchilik zo'r. Bunisiga gap yo'q. Hammaning yerini oldimi, hammaga teng huquqli bo'lsin. Menikini olayapti, menga ham boshimdagini olmayapti. Uni olyapti, oldimi hammaga birday bersin, xalqqa bersin, hammani ishli qilsin. Lekin bu bunday qilmayapti bu Rizayev. Buni bo'shatganiga prezidentimizning gapi qolib ketaveradimi? Buni ishongani bormi yo? 5-aprelda nechinchida qaror bilan prezident bolamizning maslahatchisi G'aniyev to'g'risida bular bo'shatish to'g'risida qaror chiqarganda zam hokimlar. Lekin mana 1 yil bo'layapti, hali ham shu faoliyatda turibdi. Bir xalq bilan ishlaydigan deb kelib qo'ysin. Ishlasin. Men yerlarim olib bo'ldi. Menga bo'ldi. O'zbekistonda yashayapman-ku. Shu o'zimga yarasha alim bor, yashab yotibman. Shu yerdan ham bo'ldi-da, mehnat qilib o'zim ikkinchi gruppadaman. Lekin gruppadaman, menga pul ber, mahallaga bor demayman. O'zim uchun ishlayman-da.
o'zim uchun harakat qilaman. Bosh vazir o'rinbosarlari ishtirokida aynan Mirzayev ishdan bo'shatilgan, lekin haligacha ishlab kelyapti deb vach keltiryapti-da. Aka bitta narsa, bu masalan birinchidan meni shaxsiy masalam faoliyatimdagi haqiqatdan haligi kamchiliklar bor deyilgan, uni men rahbariyatimiz ko'rib, keyin rahbariyatimiz o'zining xulosasini bergan, unga men bir narsa deya olmayman. Bu to'g'rida bu gaplar bunga qanchalik aloqador, qancha aloqador emas, men bilmayman. Haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi deyishadi. Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach, viloyatdagi, respublikadagi mas'ullar ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay, fermerlik qilib yurgan tadbirkorning dardiga quloq solishar. O'z murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Rahimov, Samarqand.